Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan. Hurmatli doktor Abdulloh janoblari, birinchidan sizga va Turon televizionining izlayicilariga, ko'ruvchilariga chin ko'ngildan hurmatlarimni taqdim qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni so'rog'ingizga Amir Temurning safarlari qanaqa bo'lib o'tgan va necha taqsim bo'lgan, shuni javob berishim kerakki, Amir Temurning safarlarini biz tarixchilar 4 bo'limga ayirmoqimiz mumkin, taqsim qilishimiz mumkin. Birinchisi, Amir Temurning yigitlik paytida Samarqand va atrofidagi safarlari va undan so'ngra Amir Temurning 3 yillik safarlari ki biz bugungi barnomamizda Amir Temurning 3 yillik safarlari ustiga to'xtab o'tamiz. Undan sonraki paytlarda Amir Temurning 5 yillik safarlari va undan sonra Amir Temurning 7 yillik safarlari bilan Amir Temurning butun futuhatlarini, fatihlarini, zafarlarini qo'lga olamiz. Ana endi bizlar shunday bir qaraganimizda Amir Temurni bir yigit, bir javon bo'lib 23 yoshlarida otasini o'rniga Barlos qabrasini boshiga o'tganida u ko'p xo'shnasib, chansli bir inson ediki, Mo'g'ullarning hokimiyati, Chag'toyxonning hokimiyati Turkistonda parchalanib, tit bo'lib va dog'ilgan edi. Zaif bir holga kelgan edi. Bu Amir Temur uchun qochirilmas, topilmas bir fursat, bir tilloyi fursat edi. Amir Temur o'shanday paytga birinchidan 23 yoshlarida 1360 yillarida qaraganimizda o'zi Barlos qabilasining boshlig'i bo'lib Chag'toy va Mo'g'ul xonadoniga tobi bo'lgan, toki qudratni qo'lga olganicha. 1360 yillarida qaraganimizda Amir Temurning bu Mo'g'ullar hokimiyatidan uzoq o'z erk, mustaqil, xudmuxtor bir shaklda harakatlar qilgan va 1365 yillarida Movarou Nahir va Movarou Nahr degan bo'lgada hokimiyatini, mantiqada hokimiyatini qo'lga olgan va hokim bo'lgan. Va 1370 yillarida yana Mo'g'ullarga bog'liq bo'lgan Amir Husayni qo'lidan Balxni olgan, Balxga hokimiyatini surdirgan. Amir Temur yana qaraganimizda 1371 milodiy yillarga qaraganimizda Xorazmda safar tashkil bergan. Amir Temur 5 dafa Xorazmga fatih harakatlari taqdim qilgan va buradagi hokimlarni qo'ldan 1371 dan 1374 yilgacha 5 yillik va 5 safar natijasida Xorazmda olgan. Ana endi qaraganimizda Samarqand va Movarou Nahrdan sonra Xorazmni olgandan keyin endi hokimiyatni Eron va Qafqoz mantiqasiga surdirgan. Ana endi bizlar Amir Temurning bu fatih harakatlariga Xorasonda kimlar hokim bo'lgan, nima ishlar qilgan uni qo'lga olamiz. O'sha paytda Herot markazli bir xonadon, Kartlar xonadoni bo'lgan. Yana qaraganimizda Sabzivor markazli Sarbadoriylar bo'lgan. Jurjon, Ostarobod, Biston, Domg'on, Simnonga To'g'a Temurlar bo'lib o'tgan. Shiroz, Fors, Kirmon mantiqalarida Muzaffariylar bo'lgan. Bag'dodda Jaloirlar bo'lgan. Amir Temur qaraganimizda Movarou Nahr, Samarqand, Xorazmdan sonra bugungi Afg'oniston va Janubiy Turkiston, Herot va Eron to'proqlarini 1384 yilida qo'lga olgan. Ana endi bizda kelamiz Amir Temurning 3 yillik safariga. Amir Temurning 3 yillik safari asosan
1386 milodiy yildan 1391 yillarigacha davom qilgan. Bu ko'p ko'rinsa ham buni oti 3 yillik safar bo'lgan. Bu safarda nima ish qilgan Amir Temur? Avvaldan ko'rganimizda Samarqand, Xorazm, Xuroson mintaqalarini olgan. Ana endi qaraganimizda Qafqoz mintaqasi. Qafqoz deganimizda Ozarbayjon, Armaniston, Gurjiston va Anatoliyaning ba'zi mintaqalari uni ichiga kiradi. Bu Amir Temurning 3 yillik safari ichida fath bo'lgan. Amir Temur Iron safarlariga qaraganda bu fathlari uchun 1386 bilan 1391 yillariga davom qilgan. Birinchidan Iron mintaqasida bo'lgan hojilarni korvonlariga hamla qilgan Luriston amiri Malik Izzettinni vazifadan olib, tutuqlab Samarqandga yuborib qo'ygan. Luriston Ironning ichidagi bir mintaqani. Undan so'ngra Bag'dodga qochib ketgan Sulton Ahmad Jaloirning qo'lidan Tabriz mintaqasini olgan. U keyincha Gurjilarga qarshi bir jihod, bir g'azo faoliyatlarini e'lon qilib, Nahjivon, Ig'dir, Qars qalasi va shaharlarini fath qilib kelgan. Amir Temur Tiflis bugungi Gurjistonning boshkenti, bosh shahri bo'lgan Tiflisni fath qilib, Shirvon oilasini o'ziga bog'liq holga keltirgan. Yana qaraganimizda musulmon gurjilarga bag'ishlab ularni qonini, molini, jonini, izzatini, iffatini qo'rigan, ozod qilib qo'ygan. Yana 1387 yilida qaraganimizda Qora qo'yinlilarning ustiga borib, Oladog, Oydin qalasi bugungi Turkiyada bo'lgan Doğu Boyazid mintaqalariga kelgan Amir Temur. Yana safarlari paytida Arzurumning Avnik qalasini olgan. 1387 yilida Temmuz oylarida, ya'ni issiq oylarida Chapoqchurodan o'tib Murod nahriga borgan. Ya'ni Mush Axlotni muhosara qilib 21 kun muhosaradan so'ngra Vonni va Von ko'lini qo'lga olib hokimiyatiga joy qilgan Amir Temur. Amir Temur bu fathlarini davom qilgan paytda keyingi fathlarga qaraganimizda Ironga qaytgan. Ironni Hamadon, Isfahon shahriga kelib, buradagi sayyidlar, shariflar, olimlar, mutasavviflar tomonidan istiqbol bo'lgan. 1387 yilini qish oyida Shiroz va Shushtar viloyatiga borib, Muzaffarilardan Zaynul Abidin Muzaffari Amir Temurga isyon qilgan edi. Uni isyonni bostirib, uni tutib olgan. Shirozda bo'lgan paytda Oltin Urdani, ya'ni saroyda bo'lgan Oltin Urdani 1387 yilida Samarqandga hamla qilganini o'rganib qolgan. Amir Temur uchun ko'p muhim bo'lgan Samarqand va bosh shahrni qutqazmoq uchun, muhofaza qilmoq uchun bu safaridan keyinga qaytgan, Samarqandga kelgan. Bu shaklda Amir Temurni qaraganimizda faoliyatlari va 3 yillik safarlari 1360larda boshlagan safari adog'iga muvaffaq bir shaklga erishgan. Yana bir paytlarda, yana bir videolarda sizlarga biz Amir Temurning 5 yillik safarlari va 7 yillik safarlari haqida ma'lumot beramiz. Sog' bo'ling, yaxshi qoling.